Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Qo'shchinor mufida 221-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydoni jami 12 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinga unib chiqish holati yaxshi. Ekinlar yetishtirilgan. Kun davomida qaralmoqda. Yetishtirilgan jarayonda sug'orishlar, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihada 12 dehqon ferma xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samaradorlik amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Agro Qo'shchinor ishlab chiqarish kooperatsiyasida biriktirilgan bo'lib, ushbu loyihani bo'yicha har bir gektarda 30 tonnadan jami 360 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekinni yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshiriladi.